Kamol aka, qurilish bozorida bitta katta muammo bor. U ham nima desangiz, shahar markaziga yaqin bo'lgan hududda tayyor xonadonlar yo'q. Ya'ni tayyor deganim podключ kirib yashasa bo'ladigan. Bo'lsa ham kvadrat metr katta. Endi remontni bosh og'rig'ini o'zingiz bilasiz. Usta ishlat, oziq-ovqat ko'tar, mahsulot. Ba'zi bir ustalar bor, aldiydi. Aka, shunga bir yechim bermasak bo'lmaydi. Bizning obunachilarimiz ham har kuni so'raydi bizdan. O'zimiz ham shu yaqindan beri o'ylab turibmiz. Shu yerda bir taklif qilsak, bir kichikroq sonda xonadonlarda va o'sha shahar markaziy ko'chasida va tayyor remont holatida, ham eng yaxshi material, sifat material ishlatib, mutaxassislar nazorat ostida tayyor xonadonni topshirish, shu taklifini berish bizni rejamizda bor. Demak, Chinor Rezidence'ning o'zi tom qismlari yopilyapti. Yangi loyihaga tayyorgarlik ko'rilmoqda, tushunishim bo'yicha. U yerda katta xonadonlar bo'lmaydi, asosan kichkina uylar ko'zda tutilgan. Shu bo'yicha bir ma'lumot bering. Eng talabgor o'lchov bu 2 xonali xonadon. Aha, to'g'ri. Shu 2 xonali xonadonni biz tayyor holatda 6 yoki 7 qavatli plan bilan shu xonadonni hozir reja qilyapmiz. Va bular ya'ni tez fursatda tayyor bo'ladi. Tez fursat ichida kirib yashashlari mumkin bo'ladi. Zo'r. Demak, jihozlarni olib kirib, kalit olish bilan jihozlarni olib kirib yashasa bo'ladigan sharoitni mijozlarimizga qilib bermoqchimiz. Demak, asosiy auditoriyamiz bu yerda yosh oila, endi turmush qurgan oila yoki bir dona farzandi bor oilalar nazarda tutilgan. Nafaqat yosh oila, balki investorlar uchun ham juda zo'r taklif. Tayyor xonadonni oladi va uni ijaraga xohlasa berish mumkin. To'g'ri. Hech qanaqa bosh og'rig'isiz hamma ishlarni o'zimiz bitirib topshiramiz. Ushbu loyiha qachonga tayyor bo'ladi, qachon ommaga ko'rsatamiz? Bu loyihani yaqin kunlarda e'lon qilamiz, albatta. E'lon qilamiz. Demak, ishlab chiqish jarayonida ketyapti hozir. Juda ham tez kunda buni xabarini beramiz, birgalikda e'lon qilamiz. Zo'r. Bo'lmasam, mendan bitta talab bor. Ommaga aytayapman bu talabni. Rasmda ko'rsatmaylik, remont haqida gapirdingiz. Endi odamlar har xil tushunadi podключ remontni. Oldingi loyihalarga qaraydigan bo'lsak, arzon narsa bo'lib qolgan. Ya'ni odam uzoq muddat ishlatsin deyman, o'zim ham ko'rib. Lekin 1-2 yillik remont emas, 3-4 yil, menimcha bir 10 yillab xizmat qiladigan remontni nazarda tutingiz, to'g'rimi? To'g'ri, mijozlar o'zi doim aytib kelishadi. Biz tayyor uyni ostiga ham yana xarajat qildik, bizga yoqmadi, remonti sifatsiz bo'lgan va hokazo shunaqa muammolari bor. Biz o'sha muammolarni bartaraf qilib, eng sifatli materiallar va yaxshi mutaxassislar yordamida kirib o'ylanmasdan kirib yashaydigan holatda topshiramiz va sizni taklifingizga binoan bitta xonadonni showroom qilib tayyor holatda ko'rsatamiz va o'zlari ko'rishadi, remontni keyin shartnoma qilishlari mumkin bo'ladi. Ya'ni meni talabim nima edi? Shu qurilish jarayonida qilib qo'yaylik. To bino bitib, tomini yopguncha ham vaqt ketadi. Mijozlar kelib rasmda ko'rishi mumkin yoki nima desa bo'ladi, qo'pol bo'lsa ham aytaman, sotuvchilar sotaman desa ortiqcha maqtab yuboradi-da. Endi olib qarasak, yolg'on bo'lib qolmasin, qanaqadir bir odamlar to'g'ri borib ko'rsin-da, mana shu uy sizga ma'qul kelgan bo'lsa xarid qiling degan ma'noda qurilish jarayonida bitta kichkinaroq uyda remont qilib qo'yaylik, nima deysiz? Yo'q, shuni qilamiz. O'zi biz kompaniyamizning prinsipi, ya'ni nima deydi, xonadonlarga uy egalarini real narsalar gapirib, oshiqcha bezaklarsiz bor narsani ko'rsatamiz. Qurilish jarayonida albatta, qurilish jarayonida tayyor xonadonni kirib ko'rishadi. Agar yoqsa, kelishuv qilish mumkin bo'ladi. Zo'r. Yukasset qurilish kompaniyasidan tez kunda zo'r loyiha va juda ham zo'r takliflarni kutib qoling.